tushib ketdi. Hozir. Do'stlar biz yutdik. Mana do'stlar men yutdim. Mana pul solasizlar. Yozg'onga chiqqanman. Undan keyin oltinga chiqamiz. Undan keyin bo'ldi do'stlar. Biz endi boshqa o'yin o'ynaymiz. Ketamiz bundan. Mana axir o'yin borligini hisobga olgan holda mana shu o'yinlarni o'ynayman. Do'stlar bitta o'yin tanlayman. Axir o'ynaymiz. Siz mana bu o'yinga kiramiz. Ana shu o'yinga kiramiz. Ana kirdi. Do'stlar men bu o'yinga anchadan beri kirmagandim, shuning uchun nima bo'lganini bilmay qolishim mumkin. Do'stlar kimga mana kerak bo'lsa men bilan birga o'ynaysizlar. Meni tekanini qilaveradi. Mana kim kerak bo'lsa 620 kariylar tashlab beraman. Mana tezlashtirgich. Reverse ham qilish kerak ekan-ku, hammayni teleport bazamiz, teleportimiz. Mana meni 69 like bor pastda 210 ta bo'lib ketdi bo'ldi. 210 taga maksimal tushiramiz. 30 etaj. Kimki meni o'ynamoqchi bo'lsa, bo'lsa qancha qo'shish ham mumkin. Va do'st, buni birinchi anaqa bor ekan. Ko'raylik hozir narsa nima qo'shildi ekan. Impasiyasiz hali so'ra qo'shilmabdi. Shuning uchun narsaga kirib olib sozlaymiz. Do'stlar, men sizlarga strawberry elfini qanday olishni o'rgataymi? Hozir o'rgatib qo'yaman. Uning uchun bizga mana bu yerda do'stlar chaqirsa ham bo'ladi. Faqat meni uncha ko'rinmayapti-da, qatish boshlayapti. Mana mayda pul bo'yicha bu yerda top energiya, bu top endi bo'yicha keyin mana qala. Bu yerda like bo'yicha turibdi. Hozir men bularda orasida borman yoki yo'qman? Yo'q bo'lsam kerak. Enkamiz 824 ekan. Ko'ramiz. Mana hozir mana mayda naqsi strawberry boshqalar bo'ladi. Menga like bosib obuna bo'lgan bo'lsangiz, like bosdim deb kommentga yozsangiz, men yaxshi strawberry elfini berib beraman. Keyin plus moni berib beraman. 1+1 aksi ketadi menda. Bo'pti do'stlar. Keyingi videolarni ko'rish xohlasanglar, like bosib obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi qismi albatta chiqadi. Ikkinchi qism kommentariyada.